Assalomu alaykum ahli YouTube obunachilar, qolgan tomoshabinlar, ko'rayotganlar. Mana bu tarvuzimizga xudo xolasa bugun 51 kun bo'ldi. 51 kun bo'ldi. Mana tarvuzlar oldi 5 kilo bo'lib qoldi. Orqasi endi olyapti. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Bunga bu tarvuz navi Italiyani Sais kompaniyasining navi. Tojikistonga ekilgan. Endi ko'p O'zbekistonga ekilgan. Natijadan o'tgan bu Tojikistonda birinchi ekilishi. Qanday bo'lar ekan deb biz tavakkal ekkandik. Tarvuzni mana holati yaxshi, to'kishlari yaxshi. Bo'lmaganda ikkitadan bor. Ikkitadan bittadan bor. Mana bular uzunchoq tarvuz ekan. Bunday chiroyli bozor bo'lib. Endi shirinligini biz borib yeb ko'rgandik. Shirinligida ancha shirin. Endi bu yerda bizani palakda ham bo'lsa holi yana video qilamiz. Lekin yaxshi, kasallikka chidamligi bor ekan. Ko'p qiyshiq tarvuzlarni chiqarmas ekan, hammasi chiroyli qilib tarvuzlar chiqar ekan. Mana shu 51 kun bo'lgan bo'lsa, hozircha bularda amali yaxshi. Bular asliga 80 kunga bo'lish kerak. 51 kun natijasi o'zi. Bu vaqtda bunaqa issiqda bu tarvuzlar chidab bermaslik kerak edi. Lekin bular bu tarvuz navini xususiyati shunday ekanki, oldin o'zini bunday nima qilib yopib olar ekan. Yopib olib, keyin palak hamaklashni boshlar ekan tarvuzlar. Mana qarangda. Xuddi bunday bo'lib yopib olgandan keyin ichkariga tarvuzlar olishni boshlar ekan. Lekin Allohga shukr, hozircha yaxshi. Mana bunday bo'lib qolgan tarvuzlar. Bunga holi bargidan bir marta qurtga qarshi dori sepdik. Boshqa sepilgan yo'q. Bir marta karbamid berilgan. Hektariga 400 kilo karbamid berilgan. Tarvuzlarni otlari. Mayli, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Like bosishni, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar. Qo'llab-quvvatlashdi.